Magomed Ankalaev Alex Pereira'ni mag'lub etib, yangi UFC chempioni bo'ldi. Yengil vaznli braziliyalik jangchi Bobby Greenga qarshi jangda ajoyib nokaut bilan o'zining tunning eng yaxshi nokauti bonusini qo'lga kiritdi. Jangning 3-daqiqasidayoq Bobby Greenni mukammal bajarilgan aylanma zarbasi bilan uyquga jo'natib, Mauricio Rufy $50,000 bonus ishlab oldi. Eng yaxshi jang kutilganidek Justin Gaethje va Rafael Fiziev jangi bo'ldi va o'tgan safargi bellashuv kabi $50,000 dan bonus olishdi. Justin Gaethje jangdan keyin raqibiga nimalar dedi? Habib va Islam Magomed Ankalaev jangiga munosabat bildirishdi. Ankalaev jangdan keyin Alex Pereiraga murojaat qildi. Video davomida ushbu yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Videoga like bosing, biz boshladik. Ushbu video Vanix kompaniyasi tomonidan tayyorlandi. Sport o'yinlaridan pul ishlab olishni xohlaganlarga video kommentariyasidagi ishonchli omad silkasini eslatib o'taman. UFC, futbol va bir qancha sport turlaridan pul ishlab toping. Buning uchun video kommentariyasiga o'tib, ro'yxatdan o'ting. Saytdan ro'yxatdan o'tib, hisobingizni xohlagan summaga to'ldirsangiz, depozitingizga qo'shimcha 3 million so'm bonus qo'shib beriladi. Barchaga omad. UFC ligasidagi muvaffaqiyatsiz debutidan 7 yil o'tib, Ankalaev braziliyalik Alex Pereira ustidan ishonchli g'alabaga erishib, UFC chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Ushbu jang to'liq davom etdi va 2 marta 49-46 va 48-47 hisobida rossiyalik foydasiga bir ovozdan qaror bilan yakunlandi. U o'z va'dasini bajarib, stoykada turib jang qildi va jangning ko'p qismini kuchli hujumchiga bosim va zarba berish bilan o'tkazdi. Shu bilan birga braziliyalik kurashga qarshi yaxshi himoya namoyish etdi va Ankalaevning kurashni bir necha bor urinishlari faqat to'r yaqinida nazoratni o'rnatishga olib keldi. Pereira ikkinchi raqam sifatida qanday ishlashni bilmaydi degan gaplar ham aniq tasdiqlandi va uning hujumlari juda ko'p harakat qiladigan, oldinga borishdan qo'rqmaydigan, doimo pressing qiladigan, o'tkazib yuborilgan zarbalardan keyin adashib ketmaydigan va ularga ko'p zarbali kombinatsiyalar bilan javob beradigan raqibiga moslasha olmadi. Birinchi raundda Pereira kichik ustunlikka ega bo'ldi. Ikkinchi raundda Ankalaev so'nggi sekundlarda raqibini muvozanatdan chiqardi va jangni tugatishga vaqt yetmay qoldi. 3-raundda nisbatan tenglik, 4-raund ham tenglik, 5-raundda klinchlar ko'p bo'ldi. Ozroq Pereira faullashdi, lekin 2-raunddagi Ankalaevning yaqqol ustunligi evaziga jangdagi g'alabani Magomed olib ketdi va yarim og'ir vazn toifasi chempioni Magomed Ankalaev. Rafael Fiziev Justin Gaethjega qaror bilan 3 marta 28-29 hisobida yutqazdi. Birinchi raundda mag'lub bo'lgan Highlight ikkinchi 5 daqiqada bosimni oshirdi va tanaffusga 1 daqiqa qolganida raqibini o'ng uppercut bilan nokautga uchratdi. Ammo Fiziev jangni yakunlashga imkon bermadi va jangni 3-raundgacha olib chiqdi. Bu esa ancha raqobatdosh bo'ldi, biroq Fiziev foydasiga ham chiqmadi. Yil nokaut mukofotiga potensial nomzod braziliyalik yengil vaznli Mauricio Rufy bo'ldi va 5 daqiqa o'rtalarida amerikalik Bobby Greenni mukammal bajarilgan aylanma zarbasi bilan nokautga uchratdi. Boshqa natijalar qatorida 2-raundda Bruno Ferreiraga yutqazib, ketma-ket 3-mag'lubiyatga uchragan va UFC'dan chetlatish yoqasiga kelib qolgan armanistonlik Armenning yana bir muvaffaqiyatsiz jangini qayd etamiz. Alex Pereira jang oldidan o'zining moldek nigohi bilan Magomedni cho'chita olmadi. Ankalaev oyog'ida Pereiradan yaxshiroq edi va hatto 2-raund oxirida uni nokautga uchratib yuborishiga sal qoldi. Pereira sarosimaga tushdi va bosimdan qochishdan boshqa hech narsa qila olmadi. Dana White Ankalaev va Pereira o'rtasidagi revansh jangini uzoq tanaffussiz bo'lishini aytdi. Revansh jangi kerakmi? Revanshda Magomed kamarini himoya qila oladimi? Fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Magomed Ankalaev Alex Pereira bilan revansh jangiga tayyor ekanligini aytdi. Uning gaplari: "U 20 daqiqa davomida mendan qochib yurdi. Keyin esa men g'alaba qozonganimga hayron bo'lyapti. Agar u revansh jangini istasa, men tayyorman. Balki bu safar mendan qochib yurmasdan haqiqiy jang ko'rsatar", dedi chempion Magomed. Habib Nurmagomedov Magomed Ankalaevni bugungi g'alabasi bilan tabrikladi. Uning gaplari: "Tabriklayman birodar, sen bugun tarix yozding. Juda ham qiyin raqibga qarshi ajoyib jang ko'rsatding", dedi Habib. Islam Makhachev tabriklarga qo'shildi. "Yana bir kamar Dog'istonga keladi, ajoyib jang. Tabriklayman", dedi Islam Makhachev. Magomed Ankalaev Rossiyadan chiqqan 4-UFC chempioni va Dog'istondan chiqqan 3-chempion. Chempionlar Habib Nurmagomedov, Pyotr Yan, Islam Makhachev va Magomed Ankalaev. Justin jangdan keyin Fizievga o'z hurmatini bildirdi. Uning gaplari: "Uning tayyorlanishi uchun 12 kun bor edi, lekin u kardio mashg'ulotlarini bo'shashtirmadi. U hurmatga loyiq. Men qo'limni sindirdim deb o'ylayman, lekin nima bo'lsa ham men qaytishim kerak edi. Qanchalik pastga yiqilgan bo'lsangiz ham o'rnidan turishga kuchingiz bor. Buni menga ota-onam o'rgatgan. Keyingisi kim? UFC qaror qilsin", dedi Justin Gaethje.
Do'stlar, barcha to'liq janglarni Telegram kanalimizga joylab qo'ydim. Telegram kanal manzili video opисанияsi va kommentariyasida bo'ladi. Sizlar bilan Tahlil MMA tezkor kanali edi. Kechki roliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.